Вообще zo'r chiqibdi. Bu ovqatni men o'zim ham birinchi marta tayyorlab ko'ryapman. Bunaqa ovqatni nomini ham o'zim bilmayman. Assalomu alaykum do'stlar, sizlarni kirib kelayotgan ro'za Ramazon oyi bilan tabriklayman. Men tanimaganlar uchun o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, men Sirius Medianing rahbari va nima ovqat ko'rsatuvini asoschisiman. Men bugun sizlar bilan birgalikda saharlikka allambalo va mazali taom pishirmoqchiman. Bugungi ovqatimizga kerak bo'ladigan masalliqlar bu lavash xamiri, mozzarella pishlog'i, tuxum va kolbasa. Birinchi bo'lib ishni pishloqni cho'rkadan o'tkazishdan boshlaymiz. Buning uchun pishloqni ikkiga bo'lib olamiz. Pishloqimizni cho'rkadan o'tkazib olamiz. Pishloqimizni cho'rkadan chiqarib oldik. Endi navbat tuxumga. Tuxumni chaqib olamiz. Tuxumimizni aralashtirib olganimizdan keyin qizib turgan skоворodkaga semichka yog'imizni quyib olamiz. Kolbasamizni chiroyli qilib dumaloq shaklda terib qo'yib olamiz. Endi sirimizni sekin joylab olamiz. Tuxumimizni endi sekin ustidan quyib olamiz. Qopqog'imizni 1 daqiqaga yopib qo'yamiz. Endi bularning ustidan lavash xamirini yopamiz. Yana 1 daqiqaga yopib qo'yamiz. Endi buni teskari tarafini o'girib olamiz, orqasidan yaxshilab pishishi uchun. Men o'z aytganimdek oshpaz emasman, prosta ovqat pishirishni yaxshi ko'rganim uchun shu ishlarni qilyapman. Mana ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Sekin buni bu yerga joylab, chiroyli qilib kesib, hozir tarelkamizga joylab olamiz. Vah, zo'r chiqyapti, xohlasa. Mana chiroyli qilib ovqatimizni ham kesib oldi. Endi bitta mazasini ko'ramiz. Вообще zo'r chiqibdi. Bu ovqatni men o'zim ham birinchi marta tayyorlab ko'ryapman. Bunaqa ovqatni nomini ham o'zim bilmayman. Saharlikka sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, bu ovqatning nomini kommentariyalarga yozib, layklarni ayamasdan o'zingizlar bosib tashlaylar.